aybim yo'q. Ularni do'st deb o'ylagandim. Bilaman bolam, bilaman. Ishonchinglarni oqlamadim, oyi. Unday dema. Biz senga har qanday vaziyatda ishonganmiz. Hozir dadamni oldida turishim kerak bo'lgan bir paytda ular musofirlikda yuribdilar. O'ylama. Bu ham bir sinov. Hali hammasiga ulgurasan. Dadang yonlarida ham turarsan. Hali hammamiz birga bo'lamiz. İşlerim hali yurishmadi, do'stlar yonimda turishmadi. Yomg'ir tindi, qor tindi, lekin dadam tinmayin ishladi. Musofir nonini tishladi, tillaridan duo tushmadi. Farzandim rohatin ko'raydi, dadam tinmayin ishladi. Umidlar ummoni toshyapti, vaqt buncha tez shoshyapti. Olamcha qam deb dadamning sochida oqlar oshyapti bilishmadi, g'iybat batil deyishmadi. Yomg'ir tindi, qor tindi, lekin dadam tinmayin ishladi. Ishlarim yurishmadi, do'stlar yonimda turishmadi. Yomg'ir tindi, qor tindi, lekin dadam tinmayin ishladi. Musofir nonin tishladi, tilidan duo tushmadi. Farzandlar rohatin ko'ray deb dadam tinmayin ishladi. Ba'zida kuldi hamma, lekin omad kulmadi. 15 qorong'u, 15 yorug' hali kelmadi. Mehnatdan tinim bilmadi, harom luqma yedirmadi. Qancha og'ir kunlar ko'rib uni bizga bildirmadi. Hali o'g'li zo'r bo'ladi, shunchasi oson bo'lmadi. Og'ir mehnatdan qavargan qo'llaringizga shon qo'nadi. Yaratgan madad beradi, omaddan bir xat keladi. Kunlar kelib biz tarafdan ham faqat rohat keladi. Hayot yuzimga mushladi, ba'zida ko'nglim xushladi. Mushlarga qalqonim asli, dadam tinmayin ishladi. Musofir nonin tishladi, tilidan duo tushmadi. Farzandlar rohatin ko'ray deb dadam tinmayin ishladi. İşlerim hali yurishmadi, do'stlar yonimda turishmadi. Yomg'ir tindi, qor tindi, lekin dadam tinmayin ishladi. Yozadi, stop. Va nihoyat. Aka telefoningiz. Ye, dadam? Ya, assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom, yaxshimisan? Rahmat, mana hozirgina tugadi zyonkamiz. Ha, yaxshi chiqdimi, syomkalaring qalay bo'ldi? Qo'ldan kelgancha harakat qildik dada. Endi xalqqa ma'zur kelsa bo'ldi bu yog'i. Boringizga shukr. Hali o'g'lingiz zo'r bo'ladi. Senga ishonaman bolam, o'zimni o'g'limsan-ku. Ota so'z bilan emas, umri bilan sevgan inson. Uning ishonchi farzandining eng katta kuchi.